Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Finex Best kanali. Demak, bugun Xudo xolasa serverimizda Bedrock sindiramiz. Mana hozir chiqishda men bilan shunchaki yoniga tipa qilaman. Ya'ni bu hech qanaqa operatorlik emas, bu serverimizda bor komanda. Buning uchun bizda bir nechta elementlar mavjud. Muz bor, TNT bor, obsidian, piston va lever, ya'ni knopka desa ham bo'ladi. Va yarimtalik eshiklarimiz bor. Finex Best serverimiz 100% survival rejimda, hech qanaqa bedwars yoki skywars rejimlari yo'q. 100% survival rejimda. Kirmoqchi bo'lsanglar, opsiyanada batafsil ma'lumot qoldiraman. Xudo xolasa 100% kiraversanglar bo'ladi. Faqatgina quyidagi bot orqali ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. TNT qo'yildi va bu tomonda blok bor, obsidian, piston. Xo'p, endi nari o'tiramiz. Hop, 1 2 3 Go. Vot. Natija bo'lmadi, hozircha yo'q. Yana bitta urinamiz. Bedrock sindirish sal qiyinroq masala. Bu bir marta o'xshamaydi. 2 marta yoki 3 marta qilgandan keyin o'xshab ketishligi kerak. Iloji boricha pistondan ko'proq olish kerak. Men bu leverdan ko'proq olish kerak va bu yarimtalik eshikdan ham ko'proq olish kerak. Eng muhim narsa TNT. Ketdi. Go. Vot. To'g'ri qildi. Xo'p, endi bu oxirgisi. Bo'lmasa buzmaymiz, kerak emas. Xo'p. Xo'sh. 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 Ya ana buzildi. Va nihoyat. Bitta kerak işte. Juda zo'rlagan. Bu rasm. Hammaga rahmat. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Xudo xolasa mana shu o'rganib oldinglar, to'g'rimi? Ja qiyin narsa bo'lmadi, lekin eplasa bo'ladi. Serverga kirish uchun opsiyanada ma'lumotlarni qoldiraman, bemalol kirib olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.